Assalomu alaykum. Kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Ozoda Nursaidova klipini suratga olish jarayoni fojiaga aylanib ketdi. Model og'ir jarohat oldi. Xonanda Ozoda Nursaidova klipini suratga olish jarayonida model Sabrina Jabbarova mashina urib yuborishi oqibatida og'ir jarohat oldi va nogironlik orttirdi. Jabrlanuvchi tashkilotchilar unga yetarlicha yordam bermaganini, ikkinchi tomon esa buning aksini ta'kidlamoqda. Gazeta.uz vaziyatni o'rgandi. Toshkentda xonanda Ozoda Nursaidovaning klipini suratga olish jarayonida model Sabrina Jabbarova avtomobil urib yuborish oqibatida jiddiy jarohat oldi. Bu haqida uning Instagramdagi sahifasida e'lon qilingan postda so'z boradi. Unga ko'ra, voqea 2024-yilning 7-noyabr kuni Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipini olish jarayonida Mercedes G-Class Gelandewagen mashinasi rolidagi voyaga yetmagan 17 yoshli aktrisa Sevinch Ma'rufova boshqaruvni yo'qotishi oqibatida sodir bo'lgan. Jabrlanuvchi tomonning ta'kidlashicha, aktrisa, operator va rejissor Shuhrat Mavlonovning ko'rsatmasiga binoan gaz pedalini bosgan. Biroq o'sha paytda mashina boshqaruvni yo'qotgan. Oqibatda avtomobil Sabrina Jabbarovani 2 marta urib yuborgan. Oldingi g'ildirak butunlay uning ustidan o'tgan, orqa g'ildiragi esa qizning ustida aylanib o'tgan. Voqea oqibatida Sabrinaning tos suyagi singan. Singan suyaklar bachadon va siydik pufagiga zarar yetkazgan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, Sabrina Jabbarova 1 soat ichida birinchi yordam ko'rsatilmagan. Oqibatda u 3 litr qon yo'qotgan. Keyinchalik u 4-sonli shahar kasalxonasiga olib borilgan. U yerda shifokorlar tomonidan 9 soat davomida jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ammo chanoq son bo'g'imida xatolik bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Natijada chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib qolgan. Sabrina esa nogiron bo'lib qolgan, deyiladi xabarda. Avvalroq jabrlanuvchi shifokorlar uning hayotini saqlab qolish maqsadida shoshilinch operatsiya paytida qon ketishini to'xtatish uchun tos suyagini noto'g'ri mahkamlagani ma'lum qilgan edi. Ular bu haqida menga darhol aytishmadi, faqat 3 oydan keyin ahvolimni ma'lum qilishdi. Shu vaqt ichida suyaklarim noto'g'ri bitdi va endi chap oyog'im 7 sm uzunroq. Buni to'g'irlash uchun yana tos suyagimni sindirib, qaytadan mahkamlab qo'yishadi. Shifokorlarning aytishicha, bunday operatsiya 0,5 va 1% hollarda uchraydi. Ko'pincha bunday baxtsiz hodisalarda odamlar halok bo'ladi, lekin men tirik qoldim, dedi u o'tgan hafta. Nashrning ta'kidlashicha, voyaga yetmagan aktrisani suratga olish maydonchasiga rejissor va prodyuser Ahad Qayum taklif qilgan. U aktrisaning haydovchilik qobiliyatini tasdiqlab, avtomobilni boshqaruviga ruxsat bergan. Tasvirga olish tashkilotchilari va boshqa aybdorlar jabrlanuvchiga tegishli yordam ko'rsatmagan. 4 oy davomida ular faqat $500 to'lashdi. Buni suratga olishning texnik qoidalarini buzganlik uchun jarima deb hisoblashdi. Jabrlanuvchining onasi Sabrinani oyoqqa turg'izish uchun yordam so'raganida u faqat quruq va'dalar va tahdidlar eshitdi. Unga voqea materiallari internetda tarqatilsa, jabrlanuvchiga yordam berish butunlay to'xtatilishi aytilgan, deyiladi xabarda. Ish sudga oshirildi, ammo sud jarayoni hali boshlanmagan. Tergovchi jabrlanuvchi tomon sud muhokamasi boshlangunga qadar ularni tarqatmasligi uchun ish materiallarini taqdim etmagan, deyiladi arizada.
Sabina Jabborova chet elda qayta operatsiya qilinishi kerak, ammo davolanish uchun mablag' masalasi ochiq qolmoqda. Faollar yordam yig'ish uchun alohida sahifa ochdi. Ikkinchi tomon izohi. Ozoda Nursaidovaning menejeri Dilmurod Sattarovning Gazeta.uz'ga ma'lum qilishicha, uning jamoasi Dilbarim klipini suratga olish jarayonida ishtirok etmagan. Biz rejissor va uning jamoasidan klip suratga olishni buyurtma qildik. Voqeadan xabar topgach, Ozoda bilan birga darhol maydonga yetib bordik. Voqea joyida tez yordam shifokorlari yordam ko'rsatayotgan ekan. Keyinroq tez yordam mashinasi keldi. Men u bilan birga shifoxonaga bordim. U 3-4 soat davomida tekshirildi va operatsiya qilindi, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, shu kuni Toshkent shahri IIBB tomoniga jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozoda opa, yosh qiz shunday holatga tushib qoldi, deya yig'ladi va insoniylik jihatdan uni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga harakat qildi. Bu voqeaga 3 oy bo'lgan bo'lsa, o'sha kundan beri unga har oyda xarajatlari, dori-darmon, pampersi va boshqalar uchun $500 pul va ijarasi uchun alohida pul berdik. Bir xonali ijara uyining barcha jihozlarini yangilab berdik. Xarajatlar Ozoda opa tomonidan qoplandi, deydi u. Sattarovning aytilishicha, klip ustida ishlagan ijodiy guruh ham uning holidan doimo xabar olib turgan. Shifokorlar qizga 3 oy davomida bir joyda yotib davolanishni tavsiya qilgan. Biroq oradan 3 oy o'tar-o'tmas u yana bir loyihaning suratga olish jarayonida ishtirok etdi. Eshitishimizcha, u suratga olish paytida yiqilib tushgan. Shifokorlar operatsiyani Hindistonda yoki Sankt-Peterburgda o'tkazish kerakligini aytgan. Keyinchalik onasi bu borada bizga qo'ng'iroq qildi. Hozirda tergov harakatlari kelayotgani, sud qarori chiqqandan keyingina yakuniy qaror qabul qilish mumkinligini, kim aybdorligini aynan sud belgilashini tushuntirdik, deydi u. Sattarovning aytishicha, jabrlanuvchi qizning atrofidagilari unga yangi uy sotib olishni muhokama qilishgan. Biroq Ozoda Nursaidova bunga rozi bo'lmagan. Uning atrofidagilar yangi kvartira sotib olish muhokama qilishdi va hatto menga Telegramda e'lonlar yuborishdi. Ammo biz rad etdik, chunki yakuniy qarorni sud qabul qilishi kerak. Kim aybdorligini qonun belgilaydi, deya ta'kidladi u. Xonandaning menejeri ba'zi OAV va blogerlar vaziyatni bir tomonlama yoritib, ikkinchi tomonni eshitmayotganini ta'kidladi. Biz 3 oy davomida qizga yordam berganimizni va tergov davom etayotganini hamma bilishi kerak. Sud hali hukm chiqargani yo'q, lekin Ozoda Nursaidova nohaq ayblanyapti, dedi Sattarov. Gazeta.uz Toshkent shahri IIBBga so'rov yubordi va javob kutmoqda. Ma'lumot uchun, Ozoda Nursaidova xonanda, bastakor, prodyuser, turli musiqiy loyihalar muallifi. Uning Ko'k Jiguli klipi YouTube'da ortiq ko'rilgan.